Nimaga? Qo'l bilan o'ynadingiz, qo'l bilan o'ynashingiz mumkin emas. Mumkin emas. To'g'ri. Lekin bu sizning fikringiz. Meni fikrimcha mumkin. Va siz meni fikrlarimni hurmat qilishingiz kerak. Chunki bu meni insoniylik haqqim. To'g'ri, lekin qoidasi shunaqa, qoida. Qayerda yozilgan qoida? Bu futbolni tarixini oladigan. Tarix? Tarix bilan emas. Kelajak bilan yashash kerak. Va siz bizning fikrimizni hurmat qilishingiz kerak, to'g'rimi? O'yin davom ettiramiz. Qo'l bilan o'ynayapman. Ol qo'lga. Kechirasiz. Ustingiz kiyib oling, mana sizga sariq kartochka ko'rsatishga majbur bo'laman. Nega? Kiyimimni nimasi yomon? Qachongacha kiyimga qarab baho beramiz? Asosiysi yaxshi o'yin, yaxshi o'yinchilar emasmi? Qanaqa kiyinish? Bu meni o'zimning xohishim. To'g'ri gapiryapti. Yoqmasa qaramang. Xohlasam ko'p kiyaman. Xohlasam oq kiyaman, to'g'rimi? Da qachongacha sizlarning xohishingizga qarab yashayman. Yoshashingizga, davoy o'ynaymiz. O'yin davom ettiramiz. Ketdi, bolalar. Tepmanga. Ustingni yechib olmisizlar. Va qiz bola nima qilyapti bugun poylada? O qiz meni singlim. Qiz bola bo'lsa nima qilibdi? Ayyo siz gender tenglikka qarshimisiz? Qarshimisiz? O'yin davom ettiramiz. Bu to'p nimaga? Bizni ikkita to'pda o'ynagimiz kelyapti. Yo'q, futbol bitta to'p bilan o'ynaladi. Nima siz? Monopoliya o'rnatmoqchimisiz? Bizni ikkita to'pda o'ynagimiz kelyapti. Xohlasak 10 ta to'pda o'ynaymiz. To'g'rimi bolalar? Xohlagancha o'ynaymiz. Ammo Tepishinglar mumkin. O'yindan tashqari holat. To'p maydon chegarasini tark etdi. Qachongacha bizni chegaralar bilan yashaymiz, a? Chegaralar bizning rivojlanishimizga to'sqinlik qilyapti. Biz chegaralarsiz yashashimiz kerak hamda o'ynashimiz kerak. To'g'rimi bolalar? Siz meni fikrlarimni hurmat qilishingiz kerak. Qachongacha kiyimga qarab baho beramiz. Qanaqa kiyinish? Bu meni o'zimning xohishim. Sizlar o'zini gender tenglikka qarshimisiz? nima siz? Monopoliya o'rnatmoqchimisiz? Chegaralar bizning rivojlanishimizga to'sqinlik qilyapti. Chegaralar kerak emas bizga. O'ttirsa ko'chadan chegaralar. Thank you.